kunning kechida qani bir stresslarimni tarqatay deb o'yinga kiruvdim. Mana bu Highlander degan xarob yaxshi inson meni kepgacha himoyalab bordi. So'ng orqasidan motherfuckeringga rahmat dedim-da, kepni egallab, diqqatimni yaxshi narsalarga qaratishga harakat qildim. Ming afsuslar bo'lsin, kim diqqatimsiz yasholmas ekan. Ota-bobolarimiz aytganidek, go'rni bukri tuzatar, it o'tar, karvon hurar. Yaxshi otga bir qamchi, yomon otga million qamchi ham oz degan ekanlar. Hikmatli so'zlarga amal qilib, kristalik rejimini yoqdim. Oho, tamomsan sher. Devor. Chalg'imaymiz. Shundan so'ng butun diqqat e'tiborimni tokga qaratmoqga qaror qildim. 1 2 o'zi to'g'ri aytgan ekan, dushman maykani tagida bo'ladi deb ilonimda qo'yin saqlagan ekanman. Lekin tigaga tegmoqchi bo'lmasam xullas taqlaman. Qara, Foxmox, qara, ketdi ana, domino. Xullas shunaqa gaplar. Bu bir botning iftorlikdan oldingi qutirash, miyovlash. Ha, bo'pti-da.